$10,000 ga Nexia 2 olgan bo'larmidingiz? Bitta yaqin og'aynim kecha Nexia 2 olgan. Bunga qaranglar, yangi diska balonlari, motorxonalarni hozir polni ko'rsaman. Bunaqa mashinani 2015-yil, 2016-yil, xullas bundan 10 yil oldin ko'rgandim. Probegiga qaranglar. Surxondaryodan kecha ketib olgan. Xullas yana bir ikkita yangi narsalardan qo'ygan. Bunga qaranglar. Voy, salonni hidi shunaqa kelyapti mashinaning ichidan. Xullas konsertni zalik maydafon qo'ygan. O'sha Karazironi eng zo'rdan. Hozir motorxonalarni ham ochib ko'rsatmasak a. Jo'rajon, bitta motorni ham ochib ko'rsataylik. Mana 1.6 motor. Ichga turibdi o'zi ham. Ko'ryapsizlarmi? Endi o'zidan taassurotda ishlaymiz. Jo'rajon, nechta bo'ldi? Qayerdan olding? Bitta aytmayingda. Akamiz aytdi bizga. Jo'rajon, tamom Nexia 2 yangisidan bu. Akamizga dedi. Xayrdik, ketdik, ko'rdik. Mashina haqiqatan ham yangi mashina, zo'r mashina. Bir pachka sanab berdik mashina. $10,000 ha? Gap yo'q, lekin Jo'rajon yaxshi kunlaringda ishlab. Bitta endi kolonkachalarni ham ko'rsataylik. Konsertni zalda ishlasizlar o'zi. Qo'y Jo'rajon. Orqalaridan kolni ko'rsatay. 4 ta 0. Jo'rajon, yaxshi kunlaringdamen. Bu yil Malibu bo'lsin. Sog' salomat bo'ylanmangiz.